ümid olan yerda qo'ymaymiz. Hemşe tenin salomat bo'lsin ustoz. Tirishinglar, aningdiki endi mushu chaqchaq o'zi bir chaqchaq, ismimi chaqchaq. Bu jarayonimi chaqchaq. Lekin chaqchaq deganda iliq birsini terik turib, xalqning burnimlarini tiqib elib, ya unda qilib terik turgandimi chaqchaq qilib qo'ydim deydi. Bizning ma chaqchaq san'atimiz ajning o'shash xalqlarni terik turadigan uslubda bo'lib qolsa bo'lmaydi. Har qanday so'ringa basanglar, har qanday texnik basanglar, anglag'uchilarmi, chaqchaq qilg'uchimi, o'tirib chaqchaq qiling'uchi kishilarmi, huzurlanib, xotirjam kuladigan gapni chaqchaq deymiz. To'g'ri. Shunga sizlardan hamda talab qildiganimiz bu chaqchaq qilish jarayonida gapimni bir qistirib olay. Chaqchaq qilish jarayonida mening 32 yillik hayotim chaqchaqchilikda o'tdi. Ana bola, dada bola, bir oila kishilari yoki bo'lmasa bir idoraning ayol xizmatdoshlari ayda o'tirishlarga berib turibmiz-ku. Mayli o sorunda qandaq odamlarning bo'lib qolishidan qatnazar, ularni xijolatchilik tuyg'usini qo'ymay, ularni bearam qilmay, ashada o'tirishga beab qilmay qilish kerak chaqchaqni. Dada bola o'tag'an bo'lsa, ana bola o'tag'an bo'lsa, aplashmaydigan gapni men chaqchaq qildim degan bilan ana bola mishada o'tirishni o'tarish jarayonidagi azobni o'zi biladi. Xijolatchilik-ku. Shu ashqa chaqchaqni pokiz qilib, mayli qandaq kishilar bilan o'tirsanglar, hammasi huzurini bugun ajoyib bir kulduq, chaqchaq degan ajoyib esil san'atkan deb maqtab ketgidek holatda chaqchaqchi bo'lish kerak. Shu ashqa talantinglar qancha bo'lishidan qat'iy nazar, axloqinglar uningdan yuqori bo'lsin. Rahmat, ustoz rahmat. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. İş qilib hozir ondan bo'lyapti qara. Mush chaqchaqni sahnaga elib chiqish o'tirsida ziddiyat bor. Mush Ahmadjon to'g'ri. Ash vaqtda mush jetkamlar tunji qetib sahnaga sahnaga bir chiqmasak bo'lmaydi deb chiq bir ziddiyatlar bo'lib ketgan. Oyada paylan qilinglar desa, o'ttirib bular. Sahnaga anda qilib qolgan sahnaga chiqish uchun buning bir reti va andamlar tizib qo'ygandek chataq chiqadi ekan. Aldıda kim deydi, kendi men demdim, dişvasıl çatak çıkırdı. Ya deseptime biz adli oylap kaptık şu anda. Şunçilik diyen ki sen hiç çıksa çekavdın debde oylamadık bunu. Bunun bir sırları varken de bu olanın şu sahnede şu sorundik okşaş bir tabii keyfiyatla ekeyildiğanga bir sebepler buluş gerek ya. Sorundikideki hemmine kıp bulanmasak mı? Bazı bana sebepler çıkırıp etsek andım bulağım. Bu sorunda Abdullah hamda hamma odam o'yinig'ini keladi. Bu yerda iliqa bo'pmi chaqchaqninki o'lchimi yo'q, grafisi yo'q bu yerda. Mayli qanday qiziq gap bo'lsa, shu gapga kulib huzurlanish uchun keladi. Undan keyin o so'rin qatnashuvchilar o'zida bir xo'shallik bor. Unda bo'lgandan keyin o chaqchaq ancha qiziq bo'lmasa-mu, so'rinda portlash qurib ketadi. Shuni bilan hamda bu chaqchaqchiga eng muhim ozuq kulib berishganda bir külke, ikki külke bo'lgandan keyin gapim yaravotga o'xshaydi deb ilhomlanib, kayni-kaynidan deydigan gapga. Külke bo'lmagandan keyin men xato gap qildimmi yo qanday gap qo'ydim deb jimib ketirganda odam Tok qechib ketadi degan. Tok qechib ketgan emas bu. Men azroq pul topsam, tokni so'rab chiqadigan bo'ldim. Rahmat. Qilib bir ipini tepatimiz-ku hozir qanday bo'lsa, hali ipini tepmagandan keyin abidalar qaramaymiz. Canan bilan yürümüzde vardı.